Turkiya xorijga limon yetkazib berishni to'xtatadi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Turkiya 8-apreldan boshlab xorijga limon yetkazib berishni vaqtincha to'xtatadi. Qator Turkiya qishloq va o'rmon xo'jaligi vazirligi bilan birgalikda qabul qilingan. Zarurat tug'ilganda qo'shimcha chora ko'rish mumkin. 2025-yil 8-apreldan boshlab limon eksporti vaqtincha to'xtatiladi. Ushbu qaror butun mamlakat bo'ylab kuzatilgan sovuq ob-havo, ichki talabni himoya qilish hamda yetkazib berish xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilindi, deyiladi xabarda. Turkiya Savdo vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi paytlarda O'rta Yer dengizi bo'yidagi Adana, Mersin shaharlari va Hatay viloyatida sovuq ob-havo kuzatilgan. O'zbekiston bir yilda Turkiyadan 10 ming tonnadan ortiq limon import qilgan. Statistika agentligining ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston 2024-yilda xorijdan qiymati 3,9 million dollarga teng bo'lgan 16,5 ming tonna limon import qilgan. Eng ko'p limon import qilgan davlatlar esa quyidagilar: Turkiya 10,024 tonna, Xitoy 4,106 tonna, Tojikiston 1,230 tonna, Eron 499 tonna, Argentina 382 tonna, boshqa davlatlar esa 235 tonna. Turkiyadan 2024-yilda xorijga 1,639,000 tonna sitrus mevalar jo'natilgan. O'sha yilda eksportni mamlakatlar bo'yicha taqsimlash birinchi o'rinni Rossiya egallagan. Eksport hajmi 375 million dollarni tashkil etgan. Keyingi o'rinlarda 197 million dollarlik eksport hajmiga ega Iroq, 108 million dollarlik, Ukraina 49 million dollarlik, Ruminiya va 48 million dollarlik Polsha joy olgan, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.